Sheindan zakaz qilgan kiyimlarimni raspakovka chek qilamiz. Topinglarchi nima zakaz qildim. Juda ham tez kelar ekan Sheindan va jo'natish narxi tekin ekan. Shuning uchun 3 tagina kiyim zakaz qildim. Bu menga 54 ming wonga tushdi. Hozir har bitta kiyimimni narxlar bilan sizlarga shu yerda ko'rsatib boraman. Birinchi kiyimim. Sizlar ham Sheindan kiyim zakaz qilishni yaxshi ko'rasizlarmi? Birinchi ko'ylagim, buni narxi menga O'zbek so'mida shunchaga tushdi. Yana bitta ko'ylagim shunaqa. Oldi bunaqa, orqasi bunaqa. O'zbek so'mida menga shunchaga tushdi. Va yana bitta ko'ylagim shunaqa. Tepasi banchikli boylanarkan. Bu ko'ylakning narxi menga O'zbek so'mida shunchaga tushdi. So'rayman, hazonga belangan, demakan bag'ri qon sevgida yongan yoring.